Assalamualaikum, Zibab Şuruq munbiridagi barliq azizlar, hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz choy tuxum tayyorlash usuli. Bunga ketarlik bo'lgan materiallar tuxum, yetarli miqdorda tuxum. Andan keyin mavu tuxum qozoni. Andan bunga ketadigan mavu dori-darmaklardan qo'zoq dachin, shakal badiyan, mavu tuz, andan mavu sogo. Andan haju, mavu kavavichini, andan keyin mavu qorchoy, andan keyin mavu shangye deganligi puroq ko'pirmoq degan material. Endi buni mavu qozonimizga buningga endi mavu mush tuxum chilashqadek suv qo'yamiz. Suv qo'yib Şu barlıq materiallarını salımız. Manında diqqət qılığan bir iş var. Tuzunu faqat ötküzüb etməli. Tuz ötəb bitib qalsa, tuxum tuzu qolub qaldı. Şunlaşqa tuzunu miqdar tanışdığını buldu. Bu materiallarını hamını salımız. Endi buni qaynatamiz. Xanım qızlar, məni madarda mən sep olduq. Endi buni 1 saat qaynatamiz. Şu suda 1 saat qaynatamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin endi mana shu tuxumlarni har birisini birdan ayirib urib etamiz. Azroqlam cho'mishdan keyin urib etsak, dazmay olib ketadi. Shuning bilan bir kecha, ya'ni 6 soatdan 8 soatgacha buni chilab qo'yamiz. Xonim qizlar, mana unda qo'sima ko'rimiz, qozonimiz qayindi. Amalda bunga jiqroq suv quyib, uzoqroq qaynatsanglar yaxshi ta'm kiradi. Ondan men bayam Жаңы tetim suyunu qo'yishni eskartishni unutib qolibdiman. Bunga tetim suv qo'yamiz. 1-2 qo'shq atrofida qo'yib olsak bo'ldi. Endi 1 soatdan keyin ko'rishaylik. Xonim qizlar, unda bo'lsa, mavu 1 soat bo'ldi hozir. Buningki endi har bir tal tuxumni bir taldan urib chaqib etamiz. Chaqib etib, endi buni 6 soatdan 8 soatgacha chilab qo'yamiz mushlarda man suvga. Chilab qo'yib, atiganda yana 6 soat 8 soatdan keyin buni yana bir oldigan yarım soat qaynatib deb, undan taqsiga elib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Unda bo'lsa, shu 6 soatdan keyin ko'rishaylik,